YouTube'da har kuni video yuklaysiz, kerakli ishlarni bajarasiz, ammo hali ham sizda prosmotrlar yo'q. Yokida 3-4 kundan beri aktiv zo'r edi-yu, lekin ozroq vaqt o'tib birdaniga 0 ga tushib ketdimi? Ushbu video siz uchun albatta do'stim. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Ulug'bek Pardayev va bugungi videorolik hamma uchun juda ham kerak bo'ladigan, o'sha har kuni video qo'ysa ham prosmotr olmaydigan, yoki 3-4 kunda yaxshi ketib birdaniga 0 ga tushib qoladiganlar, ushbu videoni oxirigacha ko'ringlar. YouTube'da полностью ishlamoqchi bo'lganlar, Amerika YouTube'ni o'rganmoqchi bo'lganlar, qilib kelayotganlar uchun, короче, hamma YouTuberlar uchun kerak bo'ladigan video. Videoni oxirigacha sekundini o'tkazmasdan ko'rishni maslahat beraman. Unda biz boshladik. Bugungi videoroligimiz shadow ban, ya'ni soyaviy bloklanish haqida. Xuddiki ko'rinmas devor. Xo'p, soyaviy bloklanish haqida hali bilmaganlar bo'lsa, albatta ma'lumot berib ketamiz. Kelinglar, ma'lumot beramiz. Xo'p, shadow ban bu YouTube tomonidan rasman tasdiqlanmagan, ammo hamma YouTuberlarda bo'ladigan holatdir. Ya'ni shadow ban, ya'ni soyaviy bloklanish bu YouTube tomonidan assalomu alaykum do'stlar, biz mana shunaqa kanalimiz bor, bloklanib ketadi, sizlar soyaviy bloklanishga tushib qolasizlar degan gaplar chiqatda aytilmagan, ammo bu nima desa bo'ladi? YouTuberlarning boshidan kechadi. Ya'ni Google yoki YouTube chiqib, bu soyaviy bloklanish, shadow ban bu bor narsa emas degan yoki bor deb aytmagan. Shuning uchun ham bu rasman tasdiqlanmagan. Albatta bu soyaviy bloklanish Instagram, YouTube, TikTok, boshqa hamma platformalarda bor. Xo'p, bu YouTube'da ham cheklab o'tmagan, afsuski YouTube'da ham bu narsa bor do'stlar. Xo'p, ana endi shadow ban, ya'ni soyaviy bloklanish bo'lgan kanallarda qanday holatlar yuzaga keladi? Ya'ni xuddiki bir kasallikda, misol uchun nima desa bo'ladi, isitmasi chiqqan odam isitmalaydi, yo bo'lmasam tomoq og'riganda nimadirlar endi kasalliklar turi ko'p, men bilmayman-ja. O'shanaqa holatlar bo'ladi-yu, ana shunaqa YouTube kanalimizda ham o'ziga yarasha ko'pgina holatlar yuzaga keladi. Qanaqa holatlar keladi? Birinchidan, YouTube'da videolarimiz tavsiya qilinmay qo'yadi. Ya'ni YouTube bizni videolarimizni boshqa insonlarga ko'rsatmay qo'yadi. Tavsiya qilmaydi, rekomendatsiyada yoki YouTube'ning glavniy oynasida chiqmay qo'yadi. Mana bu haqiqiy shadow ban. Ammo shu yerda diqqat bilan eshiting. Bu narsa bo'layotgan bo'lsa-ki, qolgan yana 3 ta asorati bo'lmayotgan bo'lsa, ya'ni hozir pastda asoratlari bor boshqa, demak shadow ban emas, ya'ni soyaviy bloklanish bo'lmagan do'stlar, shuni tushunib olinglar. Xo'p, qaranglar. Ikkinchisi, YouTube kanal qidiruvdan ko'rilmay qoladi. Ya'ni YouTube'da sizning videolaringiz qidiruv sistemasidan ko'rilmay qoladi. Bilasizlarki, YouTube'da birinchidan videodan keyingi, ya'ni birovning videosiga ustiga bosgandan keyingi videoda ko'rilish, YouTube'ning glavniy rekomendatsiyasida ko'rinish va qidiruvda ko'rinish. Qidiruvda ko'rinish vaqti 0 bo'lib qoladi. Bu degani albatta sizning kanalingiz ko'rinmay qolishi YouTube tomonidan qanaqadir ko'rinmas cheklovlar o'rnatilishiga olib keladi. Xo'p, undan keyin yana uchinchisi esa yangi obunachilar kelishi to'xtaydi. Albatta, tabiiyki bizning videolarimiz tavsiya qilinmagandan keyin yangi obunachilar ham kelmay qo'yadi. Tushunyapsizmi? To'xtaydi. Umuman prosmotr olmay qo'ygandan keyin albatta obunachilar ham bo'lmaydi. Mana ko'rishinglar mumkin, bitta misol tariqasida ko'rsatganman. Aynan bu misol tariqasida aynan bu yerda qanaqadir shadow ban yo'q, shunchaki video bir ko'tarilib, keyin pastlab ketgan. Shunchaki tashlab rasm sifatida ko'rsatayman. Xo'p, ya'ni soyaviy bloklanish bo'lgan kanallarda nimalar bo'lishini biz bilib oldik, ili biza o'sha shadow ban nima haqida ekanligini ham bilib oldik. Ana endi biz sabab bo'luvchi omillar haqida gaplashamiz. Kelinglar. Birinchisi, qoidalarga zid bo'lgan kontent, zo'ravonlik, kattalarcha mavzusi, siyosiy manipulyatsiya, ya'ni siyosiy, misol Donald Trump bunaqa bo'ldi deb aldash, yolg'on ma'lumot tarqatish, zo'ravonlikka oid videolar, bironta qonli sahnalar, misol o'yinni ko'pchilik o'ynaydi, gaming yo'nalish ishlovchilar bor, qonli sahnalar bo'ladi, shunga o'xshash ko'pgina muammolar bor. O'shanaqa zo'ravonlik kontentlar bilib qolib, shadow ban qilishi mumkin, ili bloklab yuborishi ham mumkin YouTube kanallari edi. Xo'p, undan keyingisi spamga o'xshash harakatlar, ketma-ket uzoq qoldirishlar, link tashlashlar. Bilasizlarki, Telegram kanalda, YouTube kanalda, misol uchun bironta kanalda link tashlash yoki uzoq qoldirish, bir narsani qayta tashlaverish ham bizni shadow banga, ya'ni soyaviy bloklanishga olib keladi do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Shunaqa narsalarga ham bizga problemasi bor ekan.
Undan keyingisi esa bitta previewdan ko'p foydalanish. Bu narsa misol uchun bitta odam bitta preview yaratdi deylik, o'zingizlar yaratdinglar. Shu previewdan har doim foydalanasizlar. Hamma videolaringizga shu previewdan foydalanib kelasizlar. Bu narsa ham avtomatlashtirish bo'ladi. Xuddiki YouTube uchun siz bot sifatida, ya'ni robot sifatida ko'rinib, sizni shadow ban, ya'ni soyaviy taqiqlashga olib borishi mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'p, yana sifatsiz kontent aniq bir yo'nalishga qaratilmagan. Ya'ni misol uchun bitta kontent qilasiz, ertasi kun вообще boshqa narsada qilasiz. Yana 3-kun umuman вообще ikkalasiga to'g'ri kelmaydigan narsa qilasiz. Yo'nalish yo'q, maqsad yo'q. Shunda bitta kanal ochasiz, har xil yo'nalish ishlaysiz. Mana bu sizni sifatsiz kontentni olib boradi va bu juda bizga katta problema olib keladi va bu ham bizni shadow banda olib kelishi mumkin do'stlar. Xo'p, ana endi juda ham qiziq bo'lgan narsa yechimlar do'stlar. Yechimdan oldin yana bir narsalar ko'rsatishim kerak. Ya'ni nimalar? Asosiysi shadow, ya'ni soyaviy bloklanish umrbod emas. Ya'ni bir vaqt soat kelib, albatta sizning kanalingiz shadow bandan chiqadi. Ammo siz qilinish kerak bo'lgan yechimlarni ko'rsataman. Yechimlarni qilishingiz kerak bo'ladi va siz shadow bandan chiqib ketasiz, ya'ni soyaviy bloklanishdan qutulasiz. Xo'p, undan keyingisi esa qancha vaqt davomida etadi, ya'ni davom etadi shadow ban, ya'ni soyaviy bloklanish qancha vaqt davom etadi? Javobi aniq emas. Kontent sifati to'g'ri bo'lsa, tamom, ya'ni kontent sifati to'g'ri bo'lsa bo'ldi, tamom. Algoritm sizni test qiladi. Ya'ni yaxshi kontent qilaversa, sifati yaxshi bo'laversa, hech qanday zo'ravonlik oidlar, spamlar, mana hozir sizlarga yana bir ikkitasi aytaman, monetizatsiya bo'ladi-yu, misol kanallaringizda monetizatsiya bo'lsa yoki o'sha monetizatsiyada mualliflik huquqi keladi, ko'pchilikda bo'ladi. Mualliflik huquqini ikkita tomoni bor, ya'ni ikkita tomonlari. Birinchisi varving deb keladi, ikkinchisi limited deb keladi. Mana shu ikkalasidan ehtiyot bo'lasizlar do'stlar. Mana shu ikkita mualliflik huquqi juda yomon. Ana shular ham bizdan shadow banga tiqib yuborishi mumkin, ya'ni soyaviy bloklab yuborishi mumkin. Ya'ni demoqchimanki, bu yerda shadow ban, ya'ni soyaviy bloklanish uzoqqa cho'zilmaydi, ili bizada o'sha shadow ban qaysi vaqtda chiqishi noaniq, bu aniq rasman tasdiqlanmagan, aytibman, Google buni yoki YouTube buni tasdiqlamagan va algoritm sizni test qiladi, sifatli kontent qilsangiz va to'g'ri bo'lsangiz. Hamma joyda to'g'ri bo'linglar, iltimos do'stlar. Xo'p, ana endi birinchi yechim taglarni alishtirish. Spam va firibgarlikka keraksiz va yoshlarga oid taglarni olib tashlang. Men ko'pchilikda men shogirdlarimni ko'rganman, friendly family. Ya'ni bu bizdan juda ham avval ancha oldin YouTube'da nima bo'ladi? O'sha xavfsizlik tizimi juda ham oddiy bo'lgan vaqtlar, juda ham yomon kontentlar tarqab ketgan, zo'ravonlikka oid kontentlar tarqab ketgan. O'sha YouTube buni kechroq bilib qolishgan, friendly family, ya'ni oilalar davrasi ko'radigan oilaviy videolar deb o'shanaqa yomon kontentlarni ichiga aralashtirgan va shu sababli hozir men sizlarga aytaman, siz Tailscope, yana shunga o'xshash yoshlar uchun kontent qilayotgan bo'lsangiz va unda friendly family degan tag bo'ladigan bo'lsa, iltimos qilib qolaman, o'sha tagni olib tashlaylar. Juda ham kerak emas. Keyin baby nimadirlar, bu o'shanaqa narsalarni olib tashlaylar. Kerak emas, umuman kerak emas. Ana shu taglarni minus qilib yuboringlar va boshqa oddiyroq taglar qo'shinglar. Buni ChatGPT bilan yoki Gemini bilan gaplashinglar, o'zi sizlarga shunaqa yoshlarga oid bo'lmagan, ajoyib bo'lgan taglarni tuzib beradi. Xo'p, undan keyingisi esa mualliflik huquqi, mana limited monetization and warning. Mana shunaqa kelgan mualliflik huquqi bor videolaring bo'ladigan bo'lsa, ushbu videolarni ham iloji bo'lsa nima qilish kerak? Udalet qilmasdan, shunchaki havola orqali yokida umuman dostupni olib tashab, zakrit dostup qilib qo'yishimiz kerak, hech kim ko'rsatmaydigan qilib qo'yishimiz kerak. O'chirib yubormanglar, YouTube uchun bu yomon, ya'ni videoni udalet qilish yomon narsa. Xo'p, endi spam tushgan videolar, ya'ni spam tushgan yomon kommentariyalar yozilgan videolaring bo'lsa, ularni ham shu unlisted, ya'ni havola orqali yoki hech kim ko'rmaydigan qilib qo'yinglar, maslahat. Keyin yana ba'zan algoritm bizni kontentimizni past sifatda baholaydi. Bu juda ham adolatsiz narsa do'stlar. Bu ko'pchilikda bo'ladi. Yaxshi kontent qilsam nimagadir uchmaydi, ko'p ko'rilmaydi, sabr qiladi, o'xshamay qolishi mumkin. Buning sababi ba'zi holda algoritm bizning videomizni sifatsiz kontent turiga olib kirib, shadow ban, ya'ni soyaviy bloklanishga olib boradi. Shuning uchun ham ba'zi bizda mana shunaqa bo'lib turadi. Buni yo'li bu o'sha siz qilayotgan sifatli kontent videolaringizni shunchaki o'sha YouTube kanalida udalet qilib tashlang. Ya'ni qancha 20 ta qo'ying, 30 ta qo'ying, yaxshi tavsiya bo'lmayaptimi, normal holatdan oshmayaptimi, videolarni shunchaki udalet qilib, o'sha videolarni boshqa
yangi YouTube kanalda sinab ko'ring. Unda yaxshi algoritm uchun pozitiv signal olib, ko'tarilib ketish ehtimoli bor. Agar haqiqatan video sifatli bo'ladigan bo'lsa. Xo'p do'stlar, ana endi men sizlarga bonus narsani aytaman. Ya'ni bonus, bizning oxirgi bonusimiz. Bu bonus haqida sizlarga tushuntirsam, nima? Do'stlar, quloqlaringiz bilan diqqat bilan eshitinglar. Nima? YouTube'da video qo'yayotgan vaqtingiz 20 ta 30 ta qo'ydingiz, orada ko'rinmay qoldi. Bitta ko'rdi, ikkita ko'rdi, 3 ta ko'rdi. Oxirgi videongiz 3000 marta ko'rildi-yu, lekin keyingi videongiz atiga 200 martagina ko'rildi yoki vashshe 100 ta kishi ko'rsa ham, do'stlar, sog'maymiz. Bu sizlarga real hayotdagi ish emas, bu onlayn ish. Bilasizlar-ki, real hayotda biron joyda ishlasalaring, pullang kamayib ketsa yoki ishlaringda qanaqadir umumdorlik kamayib, o'sha nima desam, umumdorlik u sizlarga bog'liq, ammo daromad kamayib ketadigan bo'lsa, siz bemalol boshlig'ingiz yoniga borib, boshliq, men 3 millionlik yoki 4 millionlik ish ishlayman. Nimaga men oyligim 1,5 million bo'lib qoldi bu yoki 500 ming kamaydi desangiz, boshliq aytadi: "Sen soat 7 da kelmaysandagin, 8 da kelasan. Ish vaqtini o'z vaqtida bajarmaysan. Shunaqa holatlaring bor, minuslaring borki, seni o'sha qilayotgan ishingdan minus qilib tashladi, pulingni olib tashladi yoki senga muvaffaqiyatli o'sha daromadingni kamaytirdik" deydi. Lekin bu onlayn ish do'stlar. Sizlar birontaga chiqib, "O, nimaga meni prosmotrim kamayib ketdi? Davayda tezroq to'g'rilab qo'y" deydigan joyi emas. Bu yerda sabr, toqat, o'sha kutishdan iborat. Bo'ldi, tamom, boshqa ish yo'q do'stlar. Sir deydi, sirli masala deydi, hammasi yolg'on. U sirli masala degan narsa o'zi yo'q narsada, tushunyapsizmi? Bu shunchaki manipulyatsiya, bu bosim do'stlar. Hech qanaqa sir yoki qanaqadir bir YouTube'da hamma to'liqcha o'rgana olmaydi. Bu fakt, bu haqiqat. YouTube'da hech kim to'liqcha o'rgana olmaydi. YouTube'da shunchaki to'g'ri inson bo'lish kerak. Kerakli kontent qiling, sifatli qiling, u sizga yoqmasin, qolganlarga yoqishiga o'ylang. To'g'ri qiling, video nomi, описание, preview hammasini zo'r qiling, bo'ldi. Kanalingiz yaxshi ko'tariladi, yaxshi ketadi. To'g'ri, balkim shunaqa qilayotganlar ham bo'lishi mumkin, ammo hali ham prosmotr bo'lmayotgan bo'lsa, nima qilish kerak? Sabr qilish kerak, kutish kerak. Xudo xolasa, albatta sizning kontentingizni ham ko'p ko'rishlar oladi. Bu o'zimning boshimdan kechgan, menda ham bo'lgan. Bu bitta faqat sizlarda bo'lmayapti, bu ko'pchilikda bo'lyapti. Prosmotr olmasligi, lekin kutish kerak, sabr qilish kerak. Xudo xolasa, sizga ham prosmotr bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh. Hammaga rahmat do'stlar. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda YouTube'da to'liqligicha tushuna olmayapsiz, yaxshi o'rgana olmayapsiz yoki yo'nalish tanlolmayapsiz yoki YouTube'da qilinadigan seryozni temalarni qila olmayapsiz. Ya'ni apellyatsiya tashlash, monetizatsiyaga ulash yoki to'g'ri kanal ochish degan narsalar yaxshi tushunmayapsiz. Bizni o'zimizda VIP guruhimiz bor, Ulug'bek AI VIP kurs to'la darslik ro'yxati, rasmiy ko'rsatilgan barcha hamma narsa bor. E'tibor bering, Gmail ochish, kanal ochish, YouTube'da to'g'ri video yuklash, to'g'ri vaqtda video yuklash, kanalni analiz qilish, prosmotr olish uchun muhim bilimlar, oddiy va to'g'ri kanal ochish uslubi, apellyatsiya tashlash, monetizatsiyaga ulash, pulga ulash, tarix qilishni yoqishni usuli, bilimingizni oshirish, top 3 YouTuber tahlili, video yasash, ikki xil uslubda video darsi, xullas bu yerda yo'nalishlargacha ham bor. Do'stlar, o'zingizlar xizmat kanalimizga o'tib ko'rishinglar mumkin. Xizmat kanalimiz mana shu Telegram kanalimizda bor. Telegram kanalimiz YouTube kanalimizda bio qismida turibdi. Bu yerda ko'p narsalar bor. Narxi 549 ming, bir marta to'lov qilasiz. 100+ darsga trend yo'nalishda telefon orqali sodda tushuntirish, har bir dars alohida mavzu. Sizda rasmiy ko'rsatgan barcha tartiblar bor do'stlar. Xo'p, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.